Do'stlar, hozir oldi bilakka ishlaymiz. Yaxshilab e'tibor berib turing. Buni ko'p sport trenerlardan ko'rgansiz. Men endi o'zimga qulay, o'zimga yoqqan, o'zimga effekt bergan usulda hozir men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Gantel o'zingizga mos. Shu holatda ichiga emas, yo tashqarisiga emas. Shu holatda ishlasangni o'zi bilamaydi, qaysi joyda, qaysi pay, qaysi muskul tortilyapti, kuch kelyapti. Mana shu holatda mashq qismga ishlaydi. Shu qism bunga moshni effekt bo'ladi shunda. Bajaringni kuzatib boringni, bundan ham zo'r boshqa usullarni ham ko'rsataman qo'limdan kelgancha. O'zim harakat qilib, unaqa dahshatli bo'lmasam, shu formaga o'zim harakat qilib erishganman. Unaqaga dori-pori, unaqa narsalar iste'mol qilmasdan to'g'ri ovqatlanib. Rahmat. Yoqqan bo'lsa, like bosing.